Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ovish qibozlari, spinningchilar, fiderchilar, donkachilarga zo'r joy topib qo'ydim. Zarkentdagi Abdusalom akani bu yo'lda baliq boqqan ekan, hozir ham boqayotgan ekan. Amur, tolstolop, sazan, ilonbosh bor ekan. Endi karas samo saboy bo'ladi batlarda. Men hozir bitta ilonboshni ilashtirib chiqara olmadim. 3 ta sazan oldim, bittasi kichkinaroq tashlab yubordim. Ikkitasi 800-900 keladi ikkitasi. O mana bu yerda yashil nimada sadogimda turibdi. Xo'p, natijalar bo'lyapti. Chuvachinga oldim. Ikkita sazan, bitta ilonbosh ham chuvachinga tortdi, nimagadir uzib yubordi. Leskam eskirib qolganmi, kuyib qolganmi quyoshda. Qisqasi bu ko'l shu yakshanba kuni ochiladi. 100 ming. Bitta odamga ertamandan kechgacha 100 ming. Kechasidan ertamangacha ham yana 100 ming. Xohlovchilar kelib ov qilishi mumkin. Bir 15 kun oldin nari tomonda ham bu naryoqda bitta ko'l ochilgandi, 50 ming so'mida u ko'l ham ishlayveradi. Xohlaganlar bu ko'lga kelib 50 mingdan ov qilaveradi, xohlaganlar bu ko'lga kelib bu ko'lda 100 ming berib ov qilaveradi. Lekin baliq bor ekan. Men o'zim qancha o'tirdim? 1 soat, 1,5 soatdan beri shatdaman. Bitta ilonbosh, 3 ta sazan paklovka bo'ldi. Bitta ilonbosh uzib ketdi, bitta sazan kichkinarog'i tashlab yubordim, ikkitasini oldim. Sadovda turibdi. Qisqasi natijalar bo'lyapti. Yakshanba kuni ochilish bo'ladi. O'sha o'tgan safargi ochilgan ko'lda oldidagi ko'rganman kelganlar bu ko'lda baliq boqiladigan ko'l. Yakshanba kundan kelaverasizlar. Mana hozir tortyapti yana chap tomon degani. Va natija bo'lib qolsa ko'rsataman. Xo'p, do'stlar, mana navbatdagi natija bo'lyapti. Bugungi 4-natija bo'lsa kerak. Bu kattaroq ekan. Rosa o'ynayapti-yu. Bu kattaroq ekan. Hozir ko'ramiz qana baliqligini. Chekkaga olib kelib olay. Mana ko'ryapsizlar, yo. Bu katta bo'lsa kerak, shox ilashib qolibdi. Sazanga shox ilashib qolibdi mana. Bu ham oldingi sazan bilan pashta bir xil ekan. Shox ilashib qolgani kattaga o'xshab ko'rinibdi mana. Bu ham sazan. Shu yarim kilo atrofidagi sazan ekan. Shox ilashib qolgani uchun og'irroq kelibdi. Bu ham mana ko'ryapsizlar, oq ukrainskiy yog'siz sazan ekan. Hamma baliq pashta shunaqa ekan. Ukrainskiy yog'siz sazan. Shunaqa gaplar. Natija bo'lyapti. Bu tomonga o'tib olavering. Ana orqasiga o'tib olmasin, o'tib ketmasin. Tortinchicha beroq. Hozir natija bo'lib qoldi bitta. Torting. Ana orqasiga o'tmasin deb turdim, o'tmasin. Kichkinaroq ekan sazan. Biroq qolgan leskaga ilashib qolmas. Bo'ldi, chiqarib yuboring. O'tdi уже. Mana. Qayerga chiqarib yuboring? Ilashtiribdi. Leskasiga. Mana 400 gram, yarim kilo atrofida yog'siz sazan. Mana yana bitta sazan. Qani? Manikini boshi yig'ishtirib kelibsiz-ku. Sekin chiqarib oling. Katta bo'lsa ekan, baribir tortishini qarang, kuchli tort. Mana do'stlar. Ko'lchimiz o'zi ham baliq ushlab oldi, sekin chiqaraverasiz, qani? Ko'taravering-chi. Ketib qolmaydimi? Bitta o'rab olib ko'taravering. Qapa qaymisiz? Shuni ashtaqa qo'yganman. Biladimi? Biring. Icha biring, keyin ko'tarib olaverasiz. Bo'ldi, ko'tarib olavering. O zirkalni karp ekan. Ko'taring. Voy. Shu ham shuncha deymi? Makka tepaga surib tashlabdi. Bo'ldi, qo'ying. Endi bu 1 kilolik chiqib qolsa qanaqa chiqarasiz? O'zi o'ylang. Vallahi qaranglar. Mana zirkalni karp, yog'siz mana. Mana oxirida yig'ishtiramiz deyotganimizda natija bo'lyapti. Tortavering. O'ring. Narigini ham leskasini ilashtirib kelyaptimi deyman. Ustidan o'tib qolibdi-da yaqa. Mayli, ishtima bas. To'g'rilab olamiz.
Mana natija bo'lyapti, qani. Bu tomonga torting chiqib ketadi, reskadan. Siz ko'tarib turing, Shuhrat aka. Endi Alisher aka. Endi chiqaravering baliqni. Isha kaltalashtirib, sekin ko'tarib olaverasiz. Yaqinroq olib kelavering. Sindirib oldim, udishkanimi? Qani baliq sal ko'taringchi. Standartni ekan, chiqaravering. Bo'ldi. Mana do'stlar, mana yoqsiz baliqlar. Xo'p, do'stlar, mana shu ko'l Xudo xolasa yakshanba kuni ochiladi. Bitta odamga 100 ming. Kunduzi, kechasi ham, kechasi kunduz ishlaydi 100 mingdan. Bitta odamga ikkita qarmoq baliq tekin. O'shaganlarni olib ketaverasizlar. Bag'i bemalol bo'lib ketdi. Xo'p, ko'l necha yillik ko'lash? Bu ko'limiz 6-7 yillik bo'lib qoldi hisobda. Baliq qariyli. Baliq 6 oylik baliqlar. Ha, 6 oylik. Eng katta balığınız qancha bor? Eng katta baliq. baliq. Qolib ketganlar 5 kilo, shu 10 kiloga boradi. Qolib ketgani. Ha, eng Mana kattasi. qo'zi bor-da albatta. Aha. Bu qurimaydi u. Ashta qolib ketadi. Asosiy ta'sirni sotamiz, sazanlar qoladi. Aha. Turlari qanaqa endi baliqlar? Sazan, belamor, tasalov, ilonbosh. Yaxshi, yaxshi. Mana do'stlar, o'zdan eshitilan ko'lchining gapini. Belamurlar katta bo'lib ketgan ekan. Ilonboshingizni o'zim ko'rdim, 3 kilodan ortiq. Amurlar ham bor ekan katta. Mana shu Alisher aka ushabdi, 2,5 kilomi? Sazan ushadimi deysizmi? 2 kilo 400 sazan ushagan ekan. Mana kelaverasizlar, Xudo xolasa yakshanbadan ochib yuboramiz ko'lni.